eski pasporti bor odamlar, ayniqsa hali biometrik yoki ID kartaga o'tmaganlar, bugungi ma'lumotni oxirigacha eshiting. Bu xabar faqat bitta odamga emas, butun oila, ota-ona, qo'shnilar, chetga chiqmoqchi bo'lganlar, pensiya olayotganlar, bankda ishi borlar, notariusga boradiganlar, farzandiga hujjat rasmiylashtiradiganlarning hammasiga tegishli bo'lishi mumkin. 12 iyuldan keyin ayrim tartiblar, tekshiruvlar va hujjatga bo'lgan talablar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun eski pasport bilan yurib, hali vaqt bor deb o'ylayotganlar aynan hozir hushyor bo'lishi kerak. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, masalani oddiy tilda tushuntirish uchun gapiryapman. Qaysi holatda odam muammoga tushishi mumkin? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni tayyorlash kerak? Qanday xatolardan saqlanish kerak? Hammasini tartib bilan aytib beraman. Iltimos, hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni qo'shnilarga, qarindoshlarga, ayniqsa yoshi katta insonlarga yetkazing. Chunki ko'p odamlar yangilikni kech eshitadi. Keyin esa navbat jarima rad javobi yoki hujjat kechikishi bilan qiynaladi. Avval qanday edi? Oldin ko'p odamlar eski namunadagi pasport bilan yillar davomida yuraverardi. Kimdir uni faqat ichki ishlarda, kimdir bankda, kimdir notariusda, kimdir poliklinikada ishlatardi. Ayrimlar esa pasport muddati tugaganini ham sezmay yurardi. Chunki kundalik hayotlar kuni ham pasport so'ralavermaydi. Masalan, odam bozorda savdo qiladi, uyda yashaydi, pensiyasini kartadan oladi, tibbiy ko'rikka kam boradi, chegaradan o'tmaydi. Shunday holatda pasportim eski bo'lsa ham menga nima zarari bor degan fikr paydo bo'ladi. Lekin hujjat masalasi shundayki, u kerak bo'lgan kuni birdaniga eng muhim narsaga aylanadi. Bankdan pul yechmoqchi bo'lasiz, operator hujjatni tekshiradi. Notariusda uy yoki mashina bo'yicha ish qilmoqchi bo'lasiz. Pasport ma'lumotlari bazadan chiqishi kerak bo'ladi. Farzandingizni maktab, bog'cha yoki tibbiy xizmatga rasmiylashtirmoqchi bo'lasiz. Ota-onaning hujjati talab qilinadi. Chetga chiqish, aviachipta, ro'yxatdan o'tish, ishga kirish. Kredit olish, meros masalasi, nikoh qaydi, ajrim, aliment, subsidiya, nafaqa kabi ishlarda esa hujjatning yaroqliligi va bazadagi ma'lumotlar juda muhim. Endi nima o'zgaryapti? 12 iyul sanasi atrofida ko'plab fuqarolar uchun hujjatlarni yangilash, eski pasport ma'lumotlarini aniqlashtirish, shaxsni tasdiqlovchi hujjatni zamonaviy shaklga o'tkazish masalasi yanada dolzarb bo'ladi. Men buni shunday tushuntiraman. Tizimlar raqamlashtirilgani sari eski hujjatdagi ma'lumot bilan yangi elektron bazadagi ma'lumot bir-biriga to'g'ri kelishi shart bo'lib bormoqda. Agar familiya, ism, tug'ilgan sana, yashash manzili, pasport seriyasi yoki muddati bo'yicha farq chiqsa, oddiy xizmat ham to'xtab qolishi mumkin. Bu yerda eng katta xato shuki, odamlar hujjatni faqat qog'oz deb o'ylaydi. Aslida hozir pasport yoki ID karta sizning bankdagi profilingiz, soliq ma'lumotlaringiz, tibbiy tizimdagi yozuvlaringiz, pensiya va nafaqa ma'lumotlaringiz, sud notarial xizmatlar, kommunal to'lovlar va boshqa ko'plab xizmatlar bilan bog'langan. Bitta joyda xato chiqsa, boshqa joyda ham savol tug'iladi. Shuning uchun eski pasport egalari menda muammo yo'q deb o'tirmasdan o'z holatini oldindan tekshirish kerak. Birinchi navbatda pasport muddati tugagan yoki tugashiga yaqin qolgan odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, pasportingizning amal qilish muddati 2024 yil, 2025 yil yoki yaqin kunlarda tugayotgan bo'lsa, uni cho'zib yurish noto'g'ri. Ko'pchilik yana bir oy ishlatarman deb o'ylaydi. Lekin bank, notarius yoki davlat idorasi muddati tugagan hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Shunda ishni bugun bitiraman deb borgan odam yana hujjat almashtirishga, navbat olishga, to'lov qilishga, qayta kelishga majbur bo'ladi. Ikkinchi guruh eski namunadagi pasport bilan yurib, hali ID karta olmaganlar. ID karta bugungi kunda ko'plab ichki xizmatlar uchun qulayroq. U elektron bazalar bilan bog'lanadi. Shaxsni aniqlashda aniqroq ishlaydi. Ayrim jarayonlarda tezroq tekshiriladi. Agar sizda eski pasport bo'lsa va undan ko'p yildan beri foydalanayotgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz bazada to'liq va to'g'ri turibdimi? Shuni albatta aniqlang. 3-guruh yashash manzili o'zgargan. Lekin hujjatda yoki bazada eski manzil qolgan odamlar. Masalan, odam Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chgan, lekin ro'yxati eski joyda qolgan. Yoki turmushga chiqqan ayol familiyasini o'zgartirgan. Lekin ayrim tizimlarda eski familiya yuribdi. Yoki tug'ilgan sanada bitta raqam xato kiritilgan.
Bunday holatlar oddiy ko'rinadi, lekin amalda katta muammo beradi. Notarius ma'lumot mos kelmayapti deydi. Bank profilini yangilang deydi. Davlat xizmatlari markazi esa avval ma'lumotni to'g'rilash kerakligini aytadi. 4-guruh chet elga chiqmoqchi bo'lganlar. Agar siz 2 iyuldan keyin Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya, BAA yoki boshqa davlatga chiqishni rejalashtirgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni oldindan tekshirib qo'ying. Chunki safar kuni aeroportda yoki chegarada hujjat bilan bog'liq muammo chiqsa, chipta puli, mehmonxona bronlari, ish taklifi, davolanish va boshqa rejalaringiz buzilishi mumkin. Men doim aytaman, chegaraga borishdan oldin hujjatni tekshirish kerak. Chegarada tekshirish kech bo'ladi. 5-guruh, pensiya, nafaqa, subsidiya yoki ijtimoiy yordam oluvchilar. Yoshi katta insonlar ko'pincha yangiliklarni internetdan kuzatmaydi. Ular pasporti eski bo'lsa ham har oy pulini olib yurgani uchun muammo yo'q deb o'ylaydi. Lekin bir kuni karta almashtirish, bank ma'lumotini yangilash, pensiya ishini qayta ko'rish yoki tibbiy xizmat olish kerak bo'lsa, hujjat masalasi darhol chiqadi. Shu sababli farzandlar ota-onasining pasportini ko'rib, muddati, seriyasi, familiyasi, manzili va bazadagi holatini tekshirish kerak. Keling, oddiy misol qilaman. Bir aka eski pasport bilan bankka boradi, maqsadi plastik kartasini yangilash. Bank xodimi hujjatni tizimga kiritadi. Lekin ma'lumotlar bazada to'liq chiqmaydi yoki amal qilish muddati masalasi ko'rinadi. Aka o'sha kuni pulini ola olmaydi. Bank avval hujjatingizni yangilang deydi. U davlat xizmatlari markaziga yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga boradi. U yerda navbat bor, kerakli hujjat yetishmaydi, yana qaytadi. Natijada bir kunlik ish 3-4 kunga cho'ziladi. Agar u buni oldindan qilganida muammo bo'lmasdi. Yana bir misol, opa turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan. Lekin bankda eski familiya, pasportda yangi familiya, soliq tizimida esa boshqa yozilish qolgan. U kredit yoki subsidiya olishga borganda tizim ma'lumotlarni birlashtira olmaydi. Hamma joyda bitta odam ekani ko'rinadi. Lekin yozuvlar mos kelmagani uchun ariza to'xtaydi. Bunday paytda odam mening aybim nima deydi. Ayb ko'pincha odamda emas, lekin ma'lumotni to'g'rilash baribir uning zimmasiga tushadi. Agar sizda amaldagi ID karta bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz bazada to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pasport yoki ID karta muddati tugamagan bo'lsa, siz vahima qilishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ayrim xatolar odamning o'ziga ko'rinmaydi. Masalan, hujjatda ism Abdulla deb yozilgan. Bazada Abdullo bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan joy yozilishida farq bo'lishi mumkin. Lekin elektron tizimda savol chiqadi. Agar siz yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz ham, ma'lumotlar barcha joyda avtomatik yangilanib ketgan deb o'ylamang. Bankdagi profil, mobil operator, sug'urta, ish joyi, kommunal xizmatlar va boshqa tashkilotlarda eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Davlat bazasida yangilanish bo'lsa, xususiy tashkilotlar ba'zan sizdan alohida murojaat talab qiladi. Shuning uchun yangi ID karta olgan odam ham bank va muhim xizmatlardagi ma'lumotini yangilab qo'yishi kerak. Birinchi nozik jihat. Hamma eski pasport bir xil holatda emas. Ba'zi eski pasportlar hali ma'lum xizmatlarda qabul qilinishi mumkin. Ba'zilar esa amal qilish muddati holat yoki ma'lumotdagi kamchilik sababli muammo chiqaradi. Shuning uchun qo'shnimning pasporti o'tdi, demak meniki ham o'tadi deb o'ylash xato. Har bir hujjat alohida tekshiriladi. Ikkinchi nozik jihat, pasportning jismoniy holati. Agar pasport yirtilgan, suv tekkan, muhrlari o'chgan, sahifalari ajralgan, rasm aniq ko'rinmaydigan bo'lsa, bu ham muammo. Odamlar ko'pincha faqat muddatga qaraydi, lekin hujjatning o'qilishi ham muhim. Masalan, chegarada yoki notariusda xodim shaxsini aniq tasdiqlay olmasa, hujjat qabul qilinmasligi mumkin. Men shu pasport bilan yillar yuribman degan gap har doim ham yordam bermaydi. 3-nozik jihat, qarindoshlar nomidan ish qilish. Ko'p odamlar ota-onasining hujjatini yangilashni o'zi hal qilmoqchi bo'ladi. Lekin ayrim jarayonlarda shaxsning o'zi borishi, biometrik ma'lumot topshirishi, rasmga tushishi yoki imzo qo'yishi kerak bo'ladi. Agar ota yoki ona yura olmasa, nogironligi bo'lsa, yoshi katta bo'lsa, oldindan tegishli bo'limga qo'ng'iroq qilib, sayyor xizmat bor yo'qligini, qanday tartibda ariza berilishini so'rash kerak. Borib odam uyida. Men o'rniga qilib beraman desangiz, hamma ish bitmasligi mumkin. 4-nozik jihat, jarima yoki qo'shimcha to'lov masalasi. Agar hujjat muddati o'tib ketgan bo'lsa,
qonunchilikdagi amaldagi tartibga qarab ma'muriy javobgarlik yoki boshqa rasmiy xarajatlar bo'lishi mumkin. Men bu yerda aniq summa aytib odamlarni chalg'itmayman. Chunki to'lovlar vaqt, hudud va holatga qarab o'zgarishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy idoradan yoki davlat xizmatlari markazidan hozirgi aniq tarifni so'rash. Lekin shuni biling, kechiktirish ko'pincha arzon emas, qimmatroq va asabiyroq bo'ladi. 5-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Hujjat almashtirish mavzusi dolzarb bo'lsa, men tez qilib beraman, navbatsiz hal qilaman. 5 kunda bo'lmasa bo'lmaydi. Pasporting bloklanadi deb qo'rqitadigan odamlar ko'payadi. Men bunday va'dalarga ishonmaslikni maslahat beraman. Hujjatni faqat rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari orqali hal qiling. Pulni begona odamga bermang. Hujjat nusxalarini Telegramdagi notanish akkauntlarga yubormang. Plastik karta ma'lumotlarini hech kimga aytmang. 6-nozik jihat 5 kun berildi degan gapni to'g'ri tushunish. Bunday ibora odamlarga shoshilinch signal sifatida yetib boradi. Lekin har doim ham hamma fuqaroga bir xil yakuniy muddat degani bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men sizga masalani huquqiy va amaliy tomondan tekshirishni maslahat beraman. 12 iyuldan keyin tartib kuchayishi, ayrim xizmatlarda eski hujjat bilan ishlash qiyinlashishi yoki ma'lumotlarni yangilash talabi ortishi ehtimoli bor. Demak, siz bu menga tegishlimi deb o'tirish o'rniga hozir tekshirib qo'ying. Birinchi qadam, pasportingizni qo'lingizga oling va diqqat bilan tekshiring. Amal qilish muddati qachongacha? Familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Rasm aniqmi? Sahifalar butunmi? Muhrlar o'qiladimi? Agar pasport eski bo'lsa, ID karta olganmisiz yoki yo'qmi? Shuni aniqlang. Uyda yosh katta odam bo'lsa, uning pasportini ham tekshirib ko'ring. Ko'pincha muammo aynan ota-onalar, buvilar, bobolar hujjatida chiqadi. Ikkinchi qadam, eng yaqin davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilish imkonini aniqlang. Borishdan oldin ish vaqti, navbat olish tartibi. Kerakli hujjatlar ro'yxatini tekshiring. Ayrim hududlarda oldindan navbat olish qulay bo'ladi. Agar telefon orqali ma'lumot berishsa, savollaringizni aniq bering. Eski pasportni ID kartaga almashtirish uchun nima kerak? Qancha muddatda tayyor bo'ladi? Qanday to'lov bor? Yosh katta odam uchun qanday tartib bor? Manzil o'zgargan bo'lsa nima qilish kerak? 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjat, eski pasport, ariza, davlat boji to'lov, kerak bo'lsa tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, yashash manzili bo'yicha ma'lumot talab qilinishi mumkin. Men bu ro'yxatni umumiy aytyapman, chunki har bir holatda talab farq qilishi mumkin. Masalan, familiyasi o'zgargan ayol bilan oddiy muddat tugagani uchun ID karta olayotgan erkakning hujjatlari bir xil bo'lmasligi mumkin. 4-qadam, bank va muhim tashkilotlardagi ma'lumotlaringizni yangilang. Agar ID karta olsangiz yoki pasport ma'lumotlaringiz o'zgarsa, bankka boring yoki bank ilovasi orqali profilni yangilash mumkinmi? Tekshiring. Mobil operatorga, ish joyingizga, sug'urta tashkilotiga, pensiya bo'limiga, kerak bo'lsa soliq va kommunal xizmatlarga yangi ma'lumotlarni yetkazish kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa katta pul operatsiyalari, kredit, subsidiya, uy-joy olsotisi, meros yoki notarial bitim oldidan buni albatta qiling. 5-qadam, nusxalarni tartibga soling. Eski pasport, yangi ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, farzandlar hujjatlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar, stir yoki JSHR bilan bog'liq ma'lumotlarni bitta papkaga yig'ib qo'ying. Rasmga olib telefonda saqlash ham qulay, lekin xavfsizlikni unutmang. Hujjat rasmlarini notanish odamlarga yubormang. Telefoningiz yo'qolsa, hujjat suratlari begona qo'lga tushmasligi uchun parol qo'ying. 6-qadam, safar rejangiz bo'lsa alohida tekshiring. Chetga chiqish uchun faqat ichki ID karta yetmasligi mumkin. Xorijga chiqish pasport talab qilinadi. Uning muddati ham yetarli bo'lishi kerak. Ayrim davlatlar pasport muddati safardan keyin kamida 3 oy yoki 6 oy amal qilishini talab qiladi. Masalan, siz avgustda uchmoqchisiz. Pasportingiz noyabrda tugaydi. Siz hali 3 oy bor deb o'ylaysiz. Lekin ayrim aviakompaniya yoki chegara xizmati buni yetarli deb hisoblamasligi mumkin. Shuning uchun safardan kamida 1 oy oldin emas, imkon qadar ertaroq tekshiring. 7-qadam, yoshi katta qo'shnilar
va qarindoshlarga yordam bering. Bu videoning sarlavhasida barcha qo'shnilarga yetkazing deyilgani bejiz emas. Chunki internet ko'rmaydigan, telefon ishlatmaydigan, yangilikdan bexabar odamlar ko'p. Ular muammoga tushganda esa yordam so'raydi, lekin vaqt o'tgan bo'ladi. Bugun qo'shningizdan so'rang, pasportingiz muddati tugamaganmi? ID karta olganmisiz? Bankda ma'lumotlaringiz yangimi? Bu oddiy savol keyinchalik katta muammoning oldini oladi. 8-qadam rasmiy manbaga tayaning. Telegramdagi har bir xabar, YouTube'dagi har bir sarlavha yoki ko'chadagi gap to'liq va aniq bo'lmasligi mumkin. Men ham sizga ekspert sifatida maslahat berar ekanman. Eng muhim narsa rasmiy tasdiq ekanini aytaman. Ichki ishlar organlari, Davlat xizmatlari agentligi, migratsiya bo'limlari, hukumat portallari yoki hududingizdagi mas'ul idora bergan ma'lumotni tekshiring. Agar ikki xil gap eshitsangiz, og'zaki gapga emas, rasmiy javobga tayaning. Yana bir muhim maslahat, oxirgi kunga qoldirmang. Agar hamma odam bir vaqtda boradigan bo'lsa, navbat ko'payadi, tizim sekinlashadi, xodimlar band bo'ladi, hujjat tayyor bo'lishi cho'zilishi mumkin. Sizga bugun kerak bo'lmagan hujjat ertaga juda kerak bo'lib qolishi mumkin. Masalan, birdan chet eldan ish taklifi keladi. Farzandingizga hujjat kerak bo'ladi. Kasalxonaga yotish kerak bo'ladi. Meros ishi ochiladi yoki bank operatsiyasi zarur bo'ladi. Shunday paytda pasportni almashtirib olay deyish kech bo'lishi mumkin. Men ko'p uchraydigan vaziyatlarni yana aniqroq aytib o'taman. Birinchi vaziyat. 65 yoshli pensioner onaxon eski pasport bilan yurgan. Bank kartasi muddati tugagan. Bank yangi karta berish uchun hujjatni tekshiradi va pasport ma'lumotini yangilash kerakligini aytadi. Onaxonning o'zi idoraga borishga qiynaladi. Farzandlari esa ishda. Natijada oddiy karta almashtirish bir haftalik yugur-yugurga aylanadi. Agar farzandlari oldindan pasport muddatini ko'rib, kerakli joyga olib borganda muammo oson hal bo'lardi. Ikkinchi vaziyat. Yosh oila uy sotib olmoqchi. Notariusda erning hujjati yangi, xotinning hujjatida familiya o'zgargan, lekin ayrim bazalarda eski familiya qolgan. Notarius hujjatlar mosligini tekshirmaguncha bitimni rasmiylashtirmaydi. Sotuvchi shoshyapti, xaridor shoshyapti, pul masalasi turibdi. Bitta familiya farqi butun bitimni to'xtatib qo'yadi. Shuning uchun nikohdan keyin familiya o'zgarsa, hamma joyda ma'lumotni yangilash shart. Uchinchi vaziyat. Yigit chet elga ishlashga ketmoqchi. Chipta olgan, qarindoshlar bilan xayrlashgan, aeroportga borgan. Hujjat tekshiruvida pasport muddati yoki ma'lumot mosligi bo'yicha savol chiqadi. Natijada u ucholmay qolishi mumkin. Bu yerda eng katta zarar faqat chipta puli emas. Ish beruvchi kutmaydi. Viza yoki ruxsat muddati o'tishi mumkin. Reja buziladi. Shu sababli safar hujjatlari har doim alohida 2 marta tekshiriladi. Odam meros ishini ochmoqchi. Marhum qarindoshining uyini rasmiylashtirish uchun notariusga boradi. O'zining pasportida tug'ilgan joy boshqacha, tug'ilganlik guvohnomasida boshqacha yozilgan. Notarius qarindoshlikni aniq tasdiqlashni so'raydi. Endi odam RXFHD yo'q, ma'lumotnoma tuzatish ishlari bilan yuradi. Bu hamma uchun vaqt va xarajat. Agar hujjatlar oldindan tartiblangan bo'lsa, meros ishi ancha yengil yuradi. Agar idoraga borsangiz, savolingizni aniq ayting. Pasportim eski, uni ID kartaga almashtirmoqchiman. Pasportim muddati tugagan, qanday tartibda yangilayman? Familiyam o'zgargan, bazadagi ma'lumotlarni to'g'rilashim kerak. Yashash manzilim o'zgargan, ro'yxatni yangilashim kerak. Onam yura olmaydi. Sayyor xizmat mumkinmi? deb aniq so'rang. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. Agar ariza yozish kerak bo'lsa, arizada shaxsiy ma'lumotlaringizni pasportdagi kabi yozing. Telefon raqamingizni to'g'ri qoldiring. Agar xatolik bo'lsa, masalan ism yoki sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, ma'lumotni tuzatish mazmunida murojaat qiling va tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Og'zaki tortishishdan ko'ra yozma murojaat ko'pincha foydaliroq, chunki yozma murojaat ro'yxatga olinadi va javob berilishi kerak bo'ladi. Yana bir maslahat, har bir to'lov uchun chek oling. Davlat boji xizmat haqi yoki boshqa rasmiy to'lov bo'lsa, cheksiz pul bermang. Hujjat topshirganingizda qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. Tayyor bo'lish muddati aytilsa, yozib oling. Agar belgilangan muddatda tayyor bo'lmasa, qayerga murojaat qilishni oldindan so'rang. Demak, eski pasport bilan yurganlar bugun befarq bo'lmasligi kerak. 2 iyuldan keyin hujjatlar, elektron bazalar, xizmat ko'rsatish tartiblari va ma'lumot mosligi bo'yicha
talablar odamlarni kutilmagan holatga tushirib qo'yishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pasport muddatini tekshirish, ma'lumotlarni solishtirish, ID karta masalasini hal qilish, bank va boshqa muhim joylardagi profaylingizni yangilash, ota-ona va qo'shnilarga yordam berish. Men sizga vahma emas, tartibni maslahat beraman. Hujjat tartibda bo'lsa, bankda ham, notariusda ham. Safarda ham, davlat xizmatlarida ham o'zingizni ancha xotirjam his qilasiz. Hujjatda muammo bo'lsa, uni oxirgi kuni emas, bugun aniqlagan ma'qul. Sizning pasportingiz eski namunadami yoki ID kart olganmisiz? 2 iyuldagi o'zgarishlar sizning oilangizga ta'sir qilishi mumkinmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni qo'shnilar, qarindoshlar, ota-onalar va tanishlarga albatta yuboring. Hujjat masalasida bir kun oldin harakat qilish, bir hafta kechikib afsuslanishdan yaxshi.